Yo'q. Rusga o'tib ketdi. Stop. Tarbiyalash bo'lib qoldi. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi podkastimizda maktabimiz 5-sinf o'quvchilari. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Meni ismim Hasan. Men 55-sonli 5-Cambridge sinfida o'qimoqdaman hamda 12-musiqa maktabida doira to'garagiga boraman. Assalomu alaykum. Meni ismim Alisher Fuxsan. Men 55-sonli maktabning 5-B sinfida o'qiyman hamda 12-musiqa maktabining Qashqar rubob to'garagiga qatnashaman. Ajoyib. Bu musiqa yo'nalishiga kirib kelishingizda kim sababchi bo'lgan? Biz birinchi bog'chada har xil bayramlarda ishtirok etganmiz. Keyin maktab yoshiga yetganimizda bizlarni oyim olib bordi. Men birinchi gitaraga qiziqgandim. Keyin qo'lim yetmagani uchun rubobga bordim. Hozirda rubobda yaxshi o'rinlar olib kelyapman. Shu vaqtgacha qanaqa tanlovlarda ishtirok etdingiz? Shular bilan bo'lsangiz. Maktabimizda bo'lib o'tayotgan tadbirlarda har doim faol qatnashib kelyapmiz. Yaqinda bo'lib o'tgan Respublika iqtidorli bolalar ko'rik-tanloviga Hasan bilan duet ijro etdik va birinchi oliy o'rinni egallab keldik. O'sha ko'rik-tanlovda ijro etgan kuyingizni chalib bera olasizmi? Albatta. Kelajakdagi rejalaringiz qanday? Men musiqani bitirish arafasidaman. Meni rejalarim ingliz tilini yaxshi bilish, o'rganish va IT sohasida o'zimni sinab ko'rish. Meni kelajakdagi rejalarim bu chet tillarini mukammal o'rganish. Katta bo'lgach qaysi kasb egasini egallamoqchisiz? Men harbiy sohasida ishlamoqchiman. Men esa futbolchi bo'lmoqchiman. Ajoyib. Biz sizning natijalaringizni ko'rib juda xursand bo'ldik va o'z tengdoshlaringizga nima maslahat berasiz? Bo'sh vaqtlaringizni bekorchi narsalarga sarflamang.
o'z qiziqishlaringizni ustida ishlang va harakatdan to'xtamang. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.